Orqamda turgan Sinotruk Homan M7 modelimizda. Bugun shuni obzorini qilib beraman. 15 tonnali samosval. Hozirda talabga juda ham kuchli bo'lyapti. Ulgursanglar olib ketishinglar mumkin. Obzorni boshladik. Eng muhim narsani tushuntirib o'taman, ya'ni ko'pchilik bu narsani so'raydi. Kuzovimizni 13 kubali bo'lib turib, 15 tonna yuk oladi. Endi o'zbekchilikda 16-17 qilib olsa ham bo'laveradi. Bu narsani o'zingizlar yaxshi tushunasizlar. Devorning qalinligi 4 mm, tegi bo'lsa, ya'ni poli 5 mm. Bu yerda o'zini tenti ham bor. O'zida уже tayyor, tenti bilan keladi zavodda o'zidan. Buni universalligi, ya'ni farqi yo'q, nima yuklashingizdan, asfaltmi, toshmi, karyerda ishlatasizmi, farqi yo'q. Любой narsaga ishlatsa bo'ladi. Gidravlika tizimimizda Sunkovga tegishli, ya'ni Xitoyning mashhur bitta brendlaridan bittasi. Hozir уже anchadan beri odamlar bu texnikani ishlatyapti, hali shu paytgacha qanaqadir buzilib yoki problema chiqargani yo'q. Buni zapchastlari ham hamma joyda bor. Motorni tushuntirishdan oldin kabinani bitta tushuntirib o'taman, chunki kabinasini o'zi meni o'zimga yoqib qoldi. Hali bunaqa kabina ko'chada yurgan samosvallarda ko'rganim yo'q edi. M77 degan model ekan kabinasi. Hozir polniy obzorini qilib beraman. Kabinani qaranglar, jigarrang bilan qora aralashgan kombinatsiya, kombinirованный deydimi, bizani o'zbek tilida aytganda, ya'ni bu dizaynni bilmayman, Rolls-Royce dan olishganmi? Menga yoqyapti. Multimediyamiz bor, ya'ni monitor, kichkinagina bitta displeyimiz bor. Bu yerdan ko'p narsa, radio, video, muzikalarni bu yerdan ishlatsa bo'ladi. Bluetooth ham bor. Flashga tiqib turib ishlatsa ham bo'ladi. Pastida konditsioner, hattoki klimat kontroli ham bor ekan. Rolimiz multimedialniy, ya'ni ovozini chiqarib tushirsa bo'ladi, muzikani, keyingi muzika ovozini o'chirsa bo'ladi, keyin qo'ng'iroqlarga javob bersa bo'ladi. Bu yerda yana cruise control bor. Ya'ni cruise controlni yoqib turib, bemalol gazni oyoqdan olib, pedaldan olib, bemalol ketsangiz bo'ladi. Mana bunda skorossini ko'tarib, ya'ni tezligini ko'tarib pasaytirsa bo'ladi. Tablomizga kelsak, tablomizda ham bitta displey bor, kichkina. Bu yerda skorossdadi. Tablomizda nima ошибкалari chiqadigan bo'lsa yoki nimadir narsalarning informatsiyasi kerak bo'lsa, ularni ham chiqarsa bo'ladi. Ya'ni kalitni mana buraganda, mana davleniya massasini ko'rsatyapti, davleniya vozduhi, ya'ni havo davleniyasini ham ko'rsatyapti. Bu yoqdan nastroykasini qilib, ya'ni o'zingizga kerakli narsani pastanni har doim kuzatib o'tirsanglar bo'ladi. Sideniyamiz pnevmatический bo'lib, ya'ni buni har xil uslubda qo'ysanglar bo'ladi, yoki yotqizibroq yoki yumshoqroq, va yumshoqqina ishlashlari ham zo'r. Orqaga kelsak, orqada dam olish spalnisi, yotog'i deydimi? Yotog'i bunga ham unaqa kichkina deb aytib bo'lmaydi. O'rtacha razmerda. Ya'ni bemalol yotib dam oladigan razmerida. Ya'ni hamma standartlarga javob beradigan kabina. Даже oldingilarga qaraganda savremenniroq va men uchun bitta chiroyli kabinalardan bittasi. Kabinada yana bitta narsa, skorostiga kelsak, kabinadagi, ya'ni korobkani skorosti 10 bosqichli skorosti bo'lib turib, ya'ni shu yerdan пониженный, повышенный eski o'sha o'zimizning qadrdon korobkalarimizdan. Bu yerda ya'ni orqani kuzovni tushirib chiqarish, ruchnoy tormoz. Bu yoqda yana joylari bor ekan, nishalari bor ekan narsa qo'yishga. Samosvalni motoriga kelsak, ya'ni dvigateliga o'zimizning eski qadrdon Yuchay dvigateli 260 ot kuchli, Euro 2 da. Ya'ni nimaga Euro 2 da? Hozir ko'p texnikali Euro 5, Euro 4 larga o'tib ketgan-ku. Hozir bizda sizlarga ozgina problema bo'lgani uchun zavod majbur shu dvigatelni qo'yadi. Ya'ni bu buzilavermaydi. Sal narsaga ham, sallarga yomon bo'lsa ham buzilmasdan ishlab beraveradi. Va buni 1 yil garantiyasi bor. Ya'ni общий texnikani o'zini 1 yillik zavod taraflama beriladigan garantiyasi bor. Servisdan muammo yo'q, zapchastdan ham muammo yo'q. Nimaga? Ya'ni magistral Sinotrukni dilleri bo'lgani uchun shu sababli biz majbur hamma narsani qilib beramiz. Ya'ni zapchasini ham qo'yib beramiz va remontini ham qilib beramiz. Bakimiz hajmi 300 litr. Ya'ni 300 litr sallarga qo'ysa bo'ladi. Endi balonlariga va tormoz tizimini tushuntirib bersam sizlarga. Bularda ABS ekan. Men esimda yo'q, что qachon ABS bularga qo'shilgani. Men
kommentda yozib o'tinglar shu narsani. Или men esimdan chiqib ketgan, что bularda ABS bo'lishi yoki ABS bo'lmagan bo'ladi. Lekin menimcha ABS bo'lgan, meni lekin esimda yo'q. Hozir men informatsiyasini, ya'ni dannisini o'qiyotganimda ABS bor ekan. Shunga men hayron qoldim. Ya'ni baraban tizimi, ya'ni tormoz tizimi barabanda va ichiga ABS ham kiradi. Ya'ni ABS ni to'xtatib beradi. Bu degani juda ham bu katta pluslardan bittasi. Ya'ni ABS ni borligi. Havo yomon payti, ya'ni to'xtab berishlari вообще zo'r bo'ladi. Endi texnikani dizayniga kelsak, dizayni menga yoqdi bitta tarafdan, lekin eski o'sha o'zimizning A6, A7 traklarni esga tushirib yubordi. No, bu degani baribir nima desam ekan sizlarga? Sal faralari boshqacharoq undan, lekin bu Samasvalga bunaqa dizayn bilmayman, krasavchik qilib qo'yishganda, просто oldingilarga qaraganda oldingilar to'rtburchak fara oddiyroq edi. Hozir bularni takoy современный qilib, yoniga krilolar qo'yishgan. Yana bitta narsaga ahamiyat bersanglar, bokovoyga. Bokovoyni qaranglar, qanaqa chiqarishgan. Oldingilar oddiy edi, temirda turardi, temirda osilib turardi. Buni bo'lsa vaqti cho'tki qilib, takoy Mercedes'nikiga o'xshatib yasab qo'yishdi lekin. Texnikani qayerdan sotib olishimiz mumkin degan savolga men sizlarga shunaqa javob beraman. Toshkent shahrida ikkita joydan sotib olsanglar bo'ladi. Bittasi Ariqbuloq magistralida sotib olsanglar bo'ladi, ikkinchisi Yujniy vokzalning oldida magistraldan sotib olsanglar bo'ladi. Bu yerda yana bitta katta pluslardan bittasi shu boshqa dilerlarga qaraganda, ya'ni Sinatrakning boshqa dilerlariga qaraganda magistralli servisidan muammo yo'q. Ya'ni magistral dizel servisdan любой xohlagan paytingizda borib ko'rib, ya'ni remontga olib kirib, to'g'rilab chiqsanglar bo'ladi. Bu narsadan muammo bo'lmaydi. Yana bitta katta pluslardan biri magistral ancha yillardan beri shu sohada sizlarga juda ham chiroyli muomala va yaxshi takliflar qilib berishadi. Texnikani qanaqa qilib sotib olishinglar mumkin? Texnikani lizing, kredit yoki 100% to'lov asosida olishinglar mumkin. Menimcha shoshilish kerak. Agar video yoqqan bo'lsa, meni obzorim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentariyada nima savolinglar bo'lsa, bemalol yozaveringlar yoki pastdagi telefonlarga qo'ng'iroq qilsanglar, har doim aloqadamiz, hammasini tushuntirib beramiz. Sog' omon bo'linglar.